adab o'rganginu ilm hosil qil, ahli ma'noga o'zni vosil qil. Alisher Navoiy. Farzand noma Obiddin Mahmudov. Axloq odob mustahkam zaminda vujudga keladi, yuksaladi. Mustahkam zamin bu donishmand bobo-momolarimizning ko'p ming yillik axloqiy, ruhiy, hayotiy tajribalari, ma'rifatli ota-onalarning maqbul tarbiyasi, munavvar fikrli ustozlarning ilmu hikmatga boy ta'lim o'gitlari, adolat va yurtparvar yo'lboshchi rahbarlarning samimiy yo'l yo'riqlari hamda saxovatpesha zotlarning ko'rsatgan xolis yordamlaridir. Bunday sog'lom muhitda voyaga yetgan yosh avlodning turgan gapki, odobi go'zal, bilimi chuqur, tafakkuri yuksak, mushohadasi keng, mas'uliyatni teran his etadigan, muhimi jamiyat ravnaqiga xizmat qiladigan komil inson bo'lib shakllanadi. Bugungi kunda madaniy ma'rifiy asarlar muallifi Obiddin Mahmudovning Farzandnoma asari jamiyat ravnaqiga xizmat qiladigan komil inson tarbiyasi haqida yo'l yo'riq ko'rsatuvchi, insonparvarlik, ota-onaga hurmat, farzandlik va tarbiya masalalariga bag'ishlangan ibratli asardir. Asar 7 fasldan iborat bo'lib, ularning barchasi har xil turdagi suhbatlar va turli mazmundagi mavzularga, farzandlarga hamda ota-onalarga atalgan maktublardan iborat. Asarning 1-faslida siz odobnoma, 2-faslda farzandnoma, 3-faslda pandnoma, 4-faslda ibratnoma, 5-faslda g'aroyibotnoma, 6-faslda dilnoma va asarning so'nggi fasli bo'lmish 7-faslda saodatnomadan boxabar bo'lasiz. Farzandnoma bu nafaqat nasihatlar to'plami, balki hayot saboqlari kitobidir. Har bir o'quvchi bu asardan ota-onani e'zozlash ilmiga intilish va vatan oldidagi burchini his etishni o'rganadi. Asar bugungi kunda ham dolzarb va tarbiyaviy jihatdan boy manba hisoblanadi. Ushbu kitob farzand tarbiyasi va uning kamoloti uchun befarq bo'lmagan ota-onalarga, ustoz murabbiylarga, qolaversa insoniyatning ma'naviy yuksalishi yo'lida jon kuydirayotgan fidoyi, zahmatkash ziyolilarga mo'ljallangan. U siz va zurriyotlaringiz sevib o'qiydigan asarga aylanadi deb umid qilamiz. Chunki vatanimiz tarixiga nazar solsak ham, ulug' ajdodlarimizning ijtimoiy faoliyati, hayot yo'li bizga chinakam ibrat maktabi hisoblanadi. Agar bu kitobni mutolaa qilishga imkoniyatingiz bo'lmasa, uni audio tarzda ham tinglashingiz mumkin. Aziz kitobxonlar uchun Zarbdor axborot kutubxona markazida bunday imkoniyat mavjud.